2026 Chevrolet Tavera zamonaviy dizayn va amaliy imkoniyatlarni birlashtirgan yangi avlod oilaviy avtomobil sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu model shahar va uzoq safarlar uchun qulaylikni birinchi o'ringa qo'ygan foydalanuvchilar uchun. Mo'ljallangan old qismi agressiv panjara va LED chiroqlar bilan yangilangan bo'lib, avtomobilga zamonaviy va ishonchli ko'rinish beradi. Yon chiziqlar silliq va aerodinamik shaklda ishlangan, orqa qismi esa keng yukxona ochilishi bilan qulaylik yaratadi. Tavera kuzovi mustahkam polatdan tayyorlangan bo'lib, xavfsizlik va uzoq muddatli foydalanishni ta'minlaydi. Salon ichki makoni keng va oilaviy ehtiyojlarga moslashtirilgan, o'rindiqlar yumshoq materiallardan ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq yo'llarda charchoqni kamaytiradi. Ikkinchi va uchinchi qator o'rindiqlari moslashuvchan tarzda buklanib yuk tashish imkoniyatini oshiradi. Old panelda raqamli displey va intuitiv boshqaruv tugmalari joylashgan, multimedia tizimi smartfonlar bilan tez ulanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ovoz tizimi esa toza va kuchli tovush beradi. 2026 Chevrolet Tavera texnik jihatdan ham sezilarli yangilanishlarga ega. Dvigatel samaradorligi oshirilgan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va barqaror quvvat taklif etadi. Avtomatik va mexanik uzatmalar variantlari turli haydash uslublariga mos keladi. Osma tizimi Notex yo'llarda ham yumshoq harakatni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi aniq va yengil bo'lib, shahar sharoitida mashinani oson boshqarishga yordam beradi. Tormoz tizimi tezkor javob qaytarib, xavfsizlikni oshiradi. Xavfsizlik funksiyalari Taverada alohida e'tibor bilan ishlab chiqilgan. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS va ESP tizimlari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Orqa kamera va park sensorlari tor joylarda to'xtashni osonlashtiradi. Kundalik foydalanishda bolalar uchun isofih o'rindiq mahkamlagichlari katta qulaylik yaratadi. Kechasi haydashda avtomatik yoritish tizimi ko'rinishni yaxshilaydi. Tavera tashqi va ichki jihatdan ham uzoq muddatli foydalanishga mos materiallar sifat